Bizda hammasi одноразовый. Sizga ishlatgan narsani boshqa qaytib hech kimga ishlatmaymiz. 100% shifoli muolaja. Allohning fazli bilan shifo bo'lsa bo'ladiki, tushganda organizmda, tanada butun fermentlari bitta matkan emas, butun tanadagi o'zi kasalliklarga inshaalloh Allohning fazli bilan shifo bo'lib beradi. Maşallah, ko'ryapsizlar qizlar, masterim, o'zim ham buni foydalari haqida gapirib charchamayapmiz. O'zi 3-minut ketyapti. Shifo haqidagi ma'lumotlarimiz hali yetkazib bera olmayapmiz. Ko'p-da, shunaqa ko'p. Kuniga juda ko'p anaqalar bemorlar kelyapti. Bu muolajadan shifo topdim. Ikkinchisi kelyapman, uchinchisi kelyapman, o'rtog'im olib kelyapman deb Manzura. Ayniqsa yaqinda bitta ayol keldi, opushenyalardan tashqariga chiqib qolgan. 3-protseduraga keldilar. Operatsiya oxirgi stepen, operatsiya darajasida keldilar. O'sha 3-chisida o'sha opusheniya ichkaridagi holatda, mashalloh deb qo'yasizlar.